Agar siz ingliz tilida gapirayotgan odamni tushunmay qolishdan No self-editing mechanism. Everything that's in here, it's coming out here with no gateway. filmni 3 minutdan uyog'iga nima bo'layotganini anglolmay qolishdan You are not doing this for the sake of art. You are doing this because you want to feel relevant again. Well, guess what? There is an entire world out there where people fight to be relevant every single day, and you act like it doesn't exist. Things are happening in a place that you ignore. A place that, by the way, has already forgotten about you. I mean, who the yoki IELTS listeningda to'g'ri javoblarni o'tkazib yuborishdan charchagan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Chunki bu videoda listening mahoratini kuchaytirish uchun siz qilishingiz kerak bo'lgan 4 ta eng samarali metodni tushuntirib, ko'rsatib beraman. Agar siz ularni qiladigan bo'lsangiz, tez orada ingliz tilidagi kinolarni tushunib ko'ra olasiz. Native speakerlarni ham osongina tushunishni boshlaysiz. Shu bilan birga, IELTS listeningda ham natijalaringiz sezilarli darajada yaxshilanadi. Bu videoda iloji boricha yengil qilish mumkin bo'lgan texnikalarni saralab olganmiz. Faqatgina 3-metod biroz qiyinroq, lekin eng samaralisi ham, eng natijaga tez olib chiqadigan ham o'shanisi. Endi usul qiynalib bo'lsa ham tezroq natijaga erishaman deydiganlar uchun-da. Agar sizga natija muhim bo'ladigan bo'lsa, bu videoni sabr bilan oxirigacha ko'ring. Birinchi metod: qisqartmalarni o'rganish. You just gotta keep living, man. L-I-V-I-N. Bu metodda siz so'zlarni emas, balki gap bo'laklari, ya'ni chunklarni eshitishni o'rganasiz. To'g'ri, inglizda biroz tezroq gapiradi. Too many to be led to question whether to know with mind itself. Listening is an hours of outrageous fortune, or take alms against to deceive troubles by posing in them to die, to sleep no more, by sleep to say when the Lekin ja unaqa tez ham gapirmaydi o'zi aslida. Agar siz ularni tushunmayotgan bo'lsangiz, muammo aslida Tezlikda emas. chunki native speakerlar nafaqat tez, balki so'zlarni bir-biriga ulab, qisqartirib ishlatadi. Misol uchun, Did you ever feel like you really wanted to? Did you ever talk to her? Listen, did you ever watch the TV show The L Word? ular did you emas, did you deyishadi. Endi shunaqada. Masalan, hamma tilda ham shunaqa bo'lsa kerak menimcha. Biz ham so'zlarni bir-biriga bog'lab gapiramiz. Misol uchun, Telqor, o'zi aslida telefon qilib yubor. shunday emasmi? Endi inglizda qanaqa qisqartmalardan foydalanishi yoki so'zlarni qanaqa qisqartirishni bilib olsak bo'ldi. Shunda ingliz tilini tushunishimiz va o'sha o'rgangan so'zlarimizdan ishlatishimiz ancha osonroq bo'ladi. Buni o'rganish uchun qanaqadir bir kino yoki ingliz tilidagi bir video olamiz va u videoni subtitri bilan ko'ramiz. Va u yerda aynan o'sha so'zlar qanaqa bir-biriga ulanyapti, qaysi so'zlar tushib qoldi, qanaqa tovushlar paydo bo'lyapti. Shu narsani ko'rishimiz mumkin. I have a job interview at Ralph Lauren tomorrow. Well, if you nail the interview, you'll get it. Yeah? You want to work on your interview skills? Okay. All right, let's start with the handshake. If you nail the interview, you'll get it. You want to work on your interview skills? Ko'rdingizmi? Do you want to work on? You want to work on ga aylanyapti. Shunaqa qisqartirilyapti. Agar siz buni birinchi marta eshitadigan bo'lsangiz, o'zi deb hayron qolishingiz aniq. Shu sababdan ham biz qisqartmalarni o'rganishimiz kerak. Aynan qaysidir video yoki kino bo'lishi shart emas, istalgan videoni olib, siz uni ko'rib, shu so'zlarni qisqartmalar qanaqa ishlatilyapti, qanaqa paydo bo'lyapti, shu narsani analiz qilsangiz bo'ladi. Lekin men o'zim Friends serialini tavsiya qilgan bo'lardim. Friends aynan bu texnika uchun ideal variant. Nimaga deysizmi? Chunki bu sitkomda qahramonlar toza amerikancha seviyada gaplashishadi va mavzulari ham qiziq, hazillari ham yengil hazm bo'ladigan. You had a club? That's right. The I Hate Rachel Green Club. Oh my God. So what, you all just joined together to hate me? Who else was in this club? Me and Ross. No need to point. She knows who Ross is. Aytmoqchi, biz aynan kinolarni to'liq tushunib ko'rish mavzusida video tayyorlayapmiz. Buning uchun siz yordamingiz kerak. Qanaqa yordamingizmi? Izohlarda o'zingizga yoqadigan top sevimli 3 ta filmingizni yozib qoldiring va eng ko'p takrorlanganlarini olamiz va o'sha filmlardagi sahnalarda qanaqa iboralar ishlatishyapti, qanaqa talaffuzda o'zgarishlar bo'lyapti, o'shalarni sizga sekin yoritib tushuntirib beramiz. Ikkinchi metod: passive listening. Active listening hamda passive listening degan tushunchalar bor. Active listening siz biror bir audio yoki qanaqadir bir videoni olib, diqqat bilan eshitib, tushunib, speakerlar nima haqida gaplashyapti, qanaqa mavzularni yoritishyapti, o'zi mavzu nima haqida,
Shu narsalarni tushunib borishingiz kerak va note taking qilishingiz kerak. Qaysidir muhim bo'lgan joylarni yozib olishingiz kerak. Aytaylik, siz podkast eshitdingiz. Endi shu podkast ustida mashq qilishingiz kerak. Spikerlar nima haqida gaplashishdi? Spikerlarning kasbi nima edi? Qanaqa mavzuni yoritib berishdi? Shu savollarga siz note taking qilib yuzib qo'ying. O'sha notlaringizdan foydalanib endi javob berishingiz kerak. Ana endi passive listeningga keladigan bo'lsak. Passive listeningda siz e'tiboringizni bitta joyga jamlab turib, eshitib, qanaqadir notlar qilishingiz shart bo'lmaydi. Eng asosiysi o'zingizga yoqqan bir mavzudagi podkast bo'lishi mumkin. Qanaqadir audio kitob bo'lishi mumkin. Uni eshitib ish qilishingiz kerak. Nima uchun sizga qiziqarli bo'lgan mavzudagi kitob yoki podkast eshiting deyapman? Chunki siz ish qilayotgan paytingizda yoki biror narsa bilan shug'ullanayotgan paytingizda zerikib qolishingiz mumkin-da. What the hell are you doing? Bored. Passive listening o'zi aslida miyaga unchalik darajada bosim bermaydi. Siz charchagan bo'lsangiz ham unchalik diqqat qilmasdan uni eshitib yurursangiz bo'ladi. Lekin bitta narsani inobatga olishingiz kerak. Passive listening qiladigan bo'lsangiz, active listeningga qaraganda sekinroq o'rganasiz. O'zi aslida ikkalasi ham suv bilan havodek kerak. Nimaga deysizmi? Chunki har doim siz tinmay dars qilib yura olmaysiz. Har doim e'tiboringizni, diqqatingizni bitta joyga jamlab dars yoki qanaqadir listening qila olmaysiz. Shu sababdan siz passive listening qiladigan bo'lsangiz, stabil tarzda sekin-sekinlik bilan ham listening mahoratingiz oshib boradi. Bitta gap aytaymi? Bekorchilikni ham ingliz tilida qiling. Masalan, Instagramga o'tirasiz-ku. Inglizcha bo'lgan ikkita kontent ko'rsangiz, o'zi rekomendatsiyangizda chiqaveradi. I was watching one of those shows full of Easter eggs, references to famous movies, shows, and pop culture moments. Suddenly, something clicked. All at some point started out with a simple idea. A fleeting thought or feeling. Run when you're happy. Run for any reason you can possibly find. Because life's too short just to walk when you can run. Ham bekorchilik qilasiz, ham ingliz tilini o'rganasiz, ham listening skills oshib boradi. YouTube deysizmi? That's hot. That's hot. YouTube'da ham siz o'zingizga yoqadigan bir mavzularda inglizcha narsa ko'ring. Ladies and gentlemen, Billie Eilish. William Eyelash. I hear you're a pretty big Office fan. Yes. Bring it. Ouch. Ovqatlanib o'tirganingizda inglizcha narsa qo'yib qo'ying. Mayli 100% hammasini tushunmaysiz, lekin qanchadir foizini siz tushunasiz. Tushunmagan taqdiringizda ham listening mahoratingiz o'zingiz bilmagan holatda ongsiz ravishda oshib boraveradi. 3-metod. Listening practice through dictation. Voy, nomi bunchalik uzun bu usulda deb o'ylayotgan bo'lsangiz, o'zi aslida bu kitobning nomi. Listening practice through dictation. Mana o'sha eng qiyin, shu bilan birga eng tez natijaga olib chiqadigan usullardan bittasi. Mana kitob ochib oldik. Unit 1. Picnic by the river. Daryo bo'yida piknik qilish haqida ekan-da bu mavzumiz. Birinchi bo'lib qiladigan ishimiz, mashqlarni boshlashdan oldin hamma bilmaydigan so'zlaringizni belgilab, tarjima qilib chiqasiz. Undan keyin esa exercise A ga o'tamiz. Bu yerda box ichida bir qancha mavzuga aloqador bo'lgan so'zlar bor. O'sha so'zlarni kerakli joylarga qo'yib chiqasiz. Exercise B. Understanding the context. Ya'ni biz diktant yozishimizdan avval o'zi umumiy o'sha diktant nima haqidaligi tushunishimiz uchun ikkita savol berilgan. Ikkita savolni yaxshilab o'qib olamiz, variantlarni ham ko'z yuritib chiqamiz, bitta qarab, keyin audioni qo'yamiz. Diqqat bilan eshitamiz. Gap nima haqida ketyapti? Biz nima savolga qanaqa javob topishimiz kerak? Shu narsani endi bu yerda variantlardan belgilashimiz kerak. Exercise C. Focus on details. Ya'ni yanada chuqurroq kirish boshlaymiz diktantga. Bu yerda tushib qolgan so'zlar bor. Endi siz audioni qo'yasiz va o'sha tushib qolgan bir qancha so'zlarni sekin yozib chiqishingiz kerak bo'ladi. Exercise D. Summary. Bu yerda esa biz gaplarni ketma-ketlikka qo'yib chiqamiz. Ya'ni qaysi holat birinchi bo'ladi, undan keyin qaysi holat bo'ldi, shuni sekin raqamlab chiqamiz. Ko'rib turganingizdek, diktant yozishingizdan oldin siz nechta mashqlar qildingiz? Umumiy tushuncha bor. 60-70% siz tushunib bo'ldingiz diktantda va endigi navbat diktantni o'zini yozish. Exercise E. Dictation. Bu yerda allaqachon so'zlar yozib ketilingan. Siz qilishingiz kerak bo'ladigan ish bu. Tushib qolgan so'zlarni birin-ketin yozib chiqish. Qanaqa qilaman deysizmi? Audioni qo'yasiz, eslab qola olganingizcha eshitasiz va pauza qilasiz. Yozib olasiz. Yana qo'yasiz, yozib olasiz. Yana qo'yasiz, yozib olasiz. Shu tarzda diktantni yozib chiqasiz.
Shuni aytib o'tishim kerakki, siz bitta diktant yozgunizcha 20 minut yoki borsa yarim soat ketishi mumkin. Chunki siz faqatgina eshitib yozmayapsiz. Mashq qilyapsiz. Mavzuga aloqador bo'lgan so'zlarni o'rganyapsiz. Diktant yozguningizgacha nechta qadamlardan o'tib boryapsiz. Shu sababdan biroz vaqt oladi va bu boya aytgan active listeningizga kiradi. Yana bir marta takrorlayman. Bu qiyin usul, lekin eng samarali, eng foyda beradigan usul. Bu kitobga qiziqib qolgan bo'lsangiz, video tavsifida havola bor, uni ezing va kitobni qo'lga kiriting. Bu yo'q o'zingizga havola. To'rtinchi metod. Shadowing. Yodingizda bo'lsa, bu usul haqida avvalgi videolarimizning birida gaplashib o'tganmiz. Ravon gapirish haqidagi deyarli hamma videoda ko'rgan o'sha shadowing texnik bu eng oson va eng samaralisi hisoblanadi. O'zi bu usul ingliz tilida zo'r gapiradigan bitta odam videosini olish va o'sha inson kabi gapirishga harakat qilishdan iboratda, ya'ni taqlid qilish. Lekin u videoda u speakingni rivojlantirish uchun, talaffuzingizni yaxshilash uchun edi. Lekin shadowing nafaqat speaking mahoratini, balki listening mahoratini ham kuchaytirishga anchagina katta hissasini qo'shadi. Bu usulni har kuni atigi 10 daqiqa qilish orqali katta natijalarga erishishingiz mumkin. Endi esa batafsil tushuntirib beraman. Biz bu usulni 3 qismga bo'lib olamiz. Avvalambor, o'zingiz darajangizga mos bo'ladigan video topasiz. Misol uchun darajangiz beginner bo'lsa, beginner stories deb agar YouTube yozadigan bo'lsangiz, bir talay videolar chiqib keladi. Tanlayotgan videoingiz aynan 3 daqiqa bo'lishi shart emas. 10 daqiqa bo'lsa, siz 10 daqiqani atigi 3 minutini olasiz. Agar 2 daqiqa bo'ladigan bo'lsa, 2 daqiqa ham bo'laveradi. Birinchi bosqichda esa siz eshitgan narsangizni yozib olasiz, ya'ni note taking qilasiz. Xuddi yuqorida gaplashgan dictation kabi. Bu yerda so'zlar bir-biriga chiroyli bog'lanishi, har bitta so'z, har bitta gap yozib olishingiz shart emas. Eng muhimi, siz e'tiboringizni jamlab mana shu 2 daqiqalik videoga qaratishingiz kerak. Ya'ni shunchaki video qo'yib, xayolingiz boshqada bo'lishi kerak emas. Ikkinchi bosqichda esa sizga notlaringiz kerak bo'lmaydi, ularni bir chetga surib, subtitrni yoqib, birgalikda qaytarishga harakat qilasiz. Biroz qiyinroq bo'lishi mumkin. It's okay. No problem. Imkon qadar bir tempda gapirishga harakat qiling. Ya'ni spikerlardan oldinga ham o'tib ketmang, orqada ham qolib ketmang. Imkon qadar. So'zlashib qolyaptimi? Muammosiz. Asosiy gaplarni o'zini ayta olsangiz, so'zlarning asosiy qismini ayta olsangiz, bo'ldi. Uchinchi bosqich. Endi siz subtitrni o'chirib qo'ygan holatda o'sha storyteller bo'lishi mumkin yoki speaker bo'lishi mumkin. O'sha insonni orqasidan qaytarib borasiz. Imkon qadar. Hammasini ayta olmasligingiz mumkin, chunki o'zbek tilida ham bu kim gapirsa, uni orqasidan bir xil tempda aytishingiz qiyin bo'ladi. Kelib, sen meni mashinamga o'tirdingmi? Voy senga emas, meni mashinamga o'tirish bildingmi? Voy bo'yningdagi zanjirga seni o'zingni bo'g'ib tashlayman. Sen tarzanni. Voy maymundek. O'rmonda yurishing kerak. Maymun. Shuning uchun imkon qadar xohlaganingizcha, yetib ola olganingizcha o'sha odamning orqasidan qaytarsangiz, marra sizniki. Agar siz bu usulni telefoningizga yozib ola olsangiz, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Siz bu usulni doimiy tarzda qo'llab boradigan bo'lsangiz, nima ro'y beradi? Listening mahoratingiz keskin rivojlanib boradi kun sayin. Talaffuzingiz ham sekin-astalik bilan rivojlanib, to'g'rilanib boraveradi. Shu bilan birga matnni tez tushuna olish qobiliyati ham shakllanadi. Eng asosiysi, bu usul sizni faol ishtirok etishga undaydi. Chunki siz ham yozyapsiz, ham o'qiyapsiz, ham qaytaryapsiz. Ham speakingingiz, talaffuzingiz, ham listeningiz oshib boradi. Videomiz siz uchun foydali va manfaatli bo'lgan bo'lsa, izoh yozing, like bosing va yaqinlaringizga yo'naltib qo'ying. Voy, rekording bosmamizmi?